Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining bosh naziri Abdulkimxon Maqsum Hojim G'o'lji voqeasi haqida so'z qilib, G'o'lji voqeasini Xitoyning noto'g'ri siyosatiga qarshi olib berilgan norozilik ko'rsatish namoyishi deb baho berish bilan birga jamiyatdagi kishilar orasida tarqalib yurgan namoyish qilish islom dinida to'g'ri emas, namoyishga qatnashmaslik lozim deganga o'xshash fitna ig'vo tarqatquchilarga raddiya berib, islom dinida namoyish qilishning to'g'ri ekanligini dalil isbot ko'rsatish orqali islom dini namoyish qilishdan cheklanmaydiganligini o'tirg'a qo'ydi. Namoyish degan nima? Buni har bir musulmon natijalab bilish lozim qarindoshlar. Namoyish 97-yilning 5-kuni G'o'ljida zolim tajovuzchi Xitoyninki yovuz vahshiy zulmiga qarshi G'o'ljidagi qarindoshlarninki chiqib borgan faoliyati 97dan G'o'ljidagi qarindoshlar Xitoyning shu zulmiga qarshi namoyish qildi. Oldingi yilda Xotandagi ayollar bir mu'min musulmon qarindishimizni nahaq o'ltirganlik uchun namoyish qildi. Minglagan qarindoshlar ashuni o'ltirildik. Hech qanday gap bo'lmag'lik, shartsiz tilaverlik. Ammo ash ayollarga Alloh rahmat qilsin buni namoyish qilib, Xitoyning shu vahshiy yovuz zulmin qartan o'zining norozi maydonini ifodalaydi. Bu namoyish. Bu namoyishning islomda ko'p nima? Buni bilish lozim. Qisman shaxslar tarafdan buning qartan namoyishning o'zining davlatda boshqa bir shaklda bo'lgan praktika qartan namoyish durust emas degandek ta'til olish qilib, u shu olimning o'zining fikri sho'royini hisob. Bu gapdan foydalanib bizning mutlaq ko'p sonli qarindoshlarimiz, mayli masorunda o'tirgan qarindoshlar bo'lsin, mayli jamiyatdagi qarindoshlar bo'lsin, mayli boshqa qarindoshlar bo'lsin, bizning qarindosh mutlaq ko'p qismi sog'lom, muvahhid, aqko'ngil, yaxshi qarindoshlar. Jangovar ruhi bor. Aqko'ngil sog'lom qarindoshlar. Qarindoshning mujahid ojizligi, sog'lomligi, aqko'ngilligidan foydalanib, qisman islomni xato tushunmagan insonlar ba'zi bir Xitoyning josuslari gap taqsirlik namoyish durust emas. Nima uchun durust emas? Dalilingiz nima? Qaysi bir islomning asos prinsipiga xilof bo'lgan durust emas. Bundoq demay, uni bunda namoyish durust emas deydi. Maqsad nima? Xitoyning plani u. Xotandagi ayollarning faoliyatiga o'xshash, G'o'ljidiga o'xshash, o'rinchilik faoliyati bo'lib qolsam, Xitoyning rasmiyati jo'ylaydi. Ashpaliyat masalan Xotandagi ayollar namoyish qilgandan keyin minglagan insonni o'ltirildik, sharpsonmoqlik. Bir odam o'zi ayolni chiqibdan davron sargandan keyin, "Voy bu beshimizga ishlab ketganimiz to'qsoq bo'lgan" deb Xitoy qattiq parishon bo'laqlik. Hatto namoyish qilgan ayolni qamoqlik turmagan. Abdulkimxon Maqsum Hojim so'zda yana Xitoyning jasuslari kishilarni qaymoq turib, namoyish qilish islom dinida to'g'ri emas deganga o'xshash fitna ig'volarni tarqatishi, harakat faoliyat ilib berishdan to'sib qilish maqsadida tarqatayotgan o'rinsiz siyosat ekanligini ilgari surdi. Bosh Xitoyning rasvasi o'tgan Xitoyga ejellik zarb etgan bir faoliyat bo'lganligi uchun shundir emasmi bu? Buni Xitoy ashg'alvashni qutish uchun nurg'un ig'voni o'ydirib chiqib taqdirdi. Shuning bilan o'zaro taqilib bu faoliyat durust emas degandek ong tarqab qo'ydi. Qarindoshlar, asl o'zing erkak musulmon bo'lsang, shu erkak sifating bo'yicha uni raddiy qaytarishing kerak bir zulmga. Uni qilishga imkon bo'lmabdi ma'qul. Sen bir zolimning oldiga chiqib, nima uchun sen bizga zulm qilasan? Haddingni oshma deb oldiga chiqib bir necha odam to'plashib ko'zning ikki qarab turish, shuning bo'lmag'ir qilmishini pash qilish xatomi bu? Haqqoniyat, adolat uchun, ilohiy kalimatlar uchun o'zini atayotgan ruh kelishiga sabab bo'lgan faoliyatdi bu. Xalq uyg'onib qolmasa, hammasi uchiqib ketsin, bu ko'zimiz ko'rmasin deb Xitoyning jasuslari ig'vo taqdirlik. Biz o'ltirsakmi, dastlab mijisaqmi, jimti qo'lvaqlab, bizga qo'limiz chiqib bo'lmaydi. Hatto nima ish qilsam qilasan deb maydonga chiqsam bo'lmaydi. Qo'llab turishing lozim demoqchi. Murosim oxirida G'o'lji voqeasida shahid bo'lgan shaxslarning ro'yiga atab duo qilingandan boshqa yana G'o'lji voqeasida turmaga qamalgan shaxslarga sabr, va salomatlik, oilasiga xotirjamlik tilab duo qilindi.